hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. İslam alimləri Kengashi Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'lladi. Yangidan saylangan Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy ortayotgan Xitoy ta'sirini hal qilganligini aytdi. Kaliforniya universiteti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan aloqador shirkatlarga $1 million mablag' solgan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. İslam alimləri Kengashi Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'lladi. Breitbart xabar torining 10 yanvar kunidagi xabarida Dunyo musulmonlar jamiyati kengashining bir qismi sifatida 14 musulmon davlatiga vakillik qiladigan islom ulamolaridan tashkil topgan vakillar o'miki yakshanba kuni Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'lladi. Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilari ularning Xitoyning qabih irqiy qirg'inchilik jinoyatini aqlashga uringanlik qilmishini aybladi. Saudiya Arabistonini o'z ichiga olgan nurg'unlagan musulmon davlatlari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblashda yo'q, terrorlik bilan kurash qilish deb Xitoyning tilida ta'rifladi va Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy bog'larni kuchaytirib, diplomatik munosabatini qo'yiqlashtirdi. Dunyo musulmonlar jamiyati kengashi musulmonlarning xalqaro sahnadagi rolini orttirishni, musulmonlikni amaliyotga tatbiqlashni yuqori ko'tarishni maqsad qiladigan o'rin bo'lib, o'mak boshlig'i Ali Rashid Abdulla Ali Al-Nuaymi Saudiya Arabistoni, Misr, Suriya, Bahrayn, Tunis, Bosna Hersek qatorliq 14 davlat vakillarini boshlab, Xitoyning himoyasida Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Ziyorat nuqtalari hukumat tashkillagan terrorlik va oshqunlikqa qarshi turish ko'rgazmasini o'z ichiga olgan. Xitoy hukumatining asosli tashviqot quroli bo'lgan Yer shari vaqt gazeti dushanba kuni e'lon qilgan ziyorat bilan aloqador bayonotida vakillar o'mikini tashkil qilgan diniy olimlarning Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni terrorlik va oshqunlik bilan kurash qilish deb sifatlab maqtaganligini ifodalab, o'mak g'arbning ichki ishlarimizga aralashib olish xohishiga ergashmasdan Shinjongning taraqqiyotini muayyanlashtirdi dedi. Xitoy gazeti g'arb davlatlarini irqiy qirg'inchilik yurgizish mish-mish parangini tarqitib, bizga dog' tekkizdi dedi. Vakillar o'mikining tashviqot ko'rgazmasiga bergan inkosini naql qilib, Saudiya Arabistonining sobiq ma'rif ministri Abdullah Salih Al-Ubayd Shinjong rayonidagi terrorlik hujumini ko'rib qayg'urganligini aytdi. Misr prezidentining diniy ishlar maslahatchisi Osama El-Said Mahmud Muhammad Saad ko'rgazmaning terrorchilarning jinoyatini oshkorlaganligini, shundaqla Xitoy hukumatining tirishchanlik ko'rsatganligini aytdi. Ali Al-Nuaymi do'stlik, hamkorlik va ittifoqlashish bilan xarakterlangan islom madaniyati bilan Xitoyning munosabati tarixdan buyon davomlashib kelayotgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi aqlli kishilar bexatar, muqim va gullangan Xitoyga muhtoj dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Dunyo musulmon jamiyati kengashi rahbarligidagi bir musulmon hay'atining Xitoyni mamnun qilishdagi numussiz urinishlarini, Sharq Turkistonning erkinligi, mustaqilligi va izzat hurmatini asliga keltirishdagi to'g'ri ko'rishiga atalmish terrorlik va oshqunlikqa qarshi turish bilan o'xshash muomala qilishini rad qilamiz va qat'iy qarshi turamiz. Sharq Turkistonning Xitoyning bir parchasi emasligini qayta ta'kidlaymiz. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan bir davlat. Sharq Turkistonliklar atalmish Xitoy musulmonlari emas. Ular Sharq Turkiston musulmonlaridir dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Dunyo musulmon jamiyati kengashining kechirim so'rashini, Xitoyning musulmon ko'p sonliqni egallaydigan Sharq Turkistonning milliy ko'rishini shaytonlashtirish tashviqotini qo'llashdan voz kechishini umid qilamiz deyildi. Yangidan saylangan Amerika Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy 2023 yil 7 yanvar kuni ommaviy qarz masalasiga ahamiyat berdiganligi va Avam palatasining ortayotgan Xitoy ta'sirini hal qildiganligi haqida va'da berdi. Hindu xabar torining 7 noyabr kunidagi xabariga qaraganda 57 yoshli McCarthy apandi 2023 yil 7 yanvar yarim kechadan keyingi tarixiy bilet tashlashda Avam palatasining raisligiga saylandi. U Demokratlar partiyasidan 82 yoshli Nancy Pelosining o'rnini oldi. McCarthy apandi saylangandan keyin so'zlagan nutqida tunji bo'lib, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy raqobatda g'alaba qilishini umid qilganligini aytib, biz Amerikaning qarzi va Xitoy Kompartiyasining bosh ko'tarishi va boshqa Amerikaning uzun muddatli xirislarini hal qilamiz. Qurultay bu masalalarda cho'qim birdek ovoz chiqarishi kerak.
Xitoy Kompartiyasiga qarta ikki partilik tanlash komiteti qurib, iqtisodiy raqobatda g'alaba qilishimiz kerak dedi va bir-biriga bo'lgan ishonchni orttirish kerakligini, davlatning go'zal kelajagiga bo'lgan qizg'inligiga barliq kishilar bilan hamkorlashadiganligini aytdi. Makkarti tarixdagi eng uzun 5-chi qitimliq saylov musobaqasidan keyin Avam palatasining 55-chi navbatlik boshlig'i bo'ldi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobida Sharq Turkiston va uning xalqiga vakolatan Makkartining Avam palatasining raisligiga saylanganligini tabriklaymiz. Xitoy va Xitoy Kompartiyasining mavjud tahdidini yengish uchun yangi Amerika parlamenti bilan hamkorlashishni umid qilamiz dedi. Kaliforniya universiteti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatlik shirkatlarga $1 million mablag' sog'gan. Kundalik chaqirg'uchi to'rining 10 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, universitet sistemasi yaqinda Alibaba va Xitoy xalqaro Morgan Stanley sarmoya shirkati qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatlik shirkatlarga necha $10 million mablag' sog'gan bo'lib, iyana analizi keyin o'tirg'i chiqqan. G'arb shirkatlari Ukraina masalasida barliq munosabatni uzudi. Ammo Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik masalasiga qarata aksicha pozitsiya tutadi. Sanoatni kuzatuvchi IPVMning 2020-yildagi dokladiga qaraganda, Uyg'urlarning chiroyini tunish yumshoq detaliga ega shirkat Alibabaga Kaliforniya universiteti $14,997,234 mablag' sog'gan. 2022 yili 6-oyning 30-kunigacha bildirilganlarga qaraganda, pensiya maaşı vasitasi orqali Alibabaga $37,571,922 mablag' sog'gan. Amerika Savdo ministrligi 2019-yili Alibaba mablag' sog'gan ikki sun'iy idrok shirkati Sinus-Time va Megviyga Amerikaning tashqi siyosat manfaatiga zid bo'lganligi uchun savdo cheklamasi qo'ygan. Kaliforniya universiteti to'rbitining xabariga qaraganda, Xitoy xalqaro Morgan Stanley sarmoya shirkatiga $27,613,608 mablag' sog'gan. Pensiya maaşı vasitasi orqali $75,821,519 mablag' sog'gan. Hong Kong kuzatish tashkiloti va Helena Kennedy xalqaro adliya markazi Sheffield Hallam universitetining dokladiga qaraganda, Xitoy xalqaro Morgan Stanley sarmoya shirkatiga qarashli 12 shirkat majburiy emgakka selish, lager va kuzatish qurilishi bilan shug'ullangan. Kaliforniya universiteti yana yashanganda kutinish puli vasitasi orqali Amerika qora tizimligiga kirgizgan shirkatlar tizimligida o'rin olgan shirkat Ito texnikasi va chiroy tunish texnikasi bilan shug'ullanadigan Deep Clientni mablag' bilan ta'minlagan mablag' shirkati Skew Capitalga $1 million mablag' sog'gan. Savdo o'lchamining dokladiga qaraganda, Amerika shirkatlarining tizimlikdagi shirkatlar bilan savdo qilishiga ruxsat qilinmaydi ekan. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni tugutish, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Sharq Turkistondagi mavjudligiga kafolatlik qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qiladi. Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqini qo'g'dash uchun vaqt o'tib ketyotidi. Agar Xitoyning Sharq Turkistonda mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakati davomlashsa, Uyg'ur va boshqa turk xalqlari keyingi 10 yilda o'z yurti Sharq Turkistondagi oz sonli millatlarga aylanib qoladi. Kelgusi 20 yil ichida qolgan Uyg'urlar va boshqa turk xalqlari indigenous people'lar deb qaraladi. Ular Sharq Turkistonda oz sonli millatga aylanadi. Xitoy mustamlikchilari va tajovuzchilari mutlaq ko'p sonni tashkil qiladi. Agar Uyg'urlar oz sonliqqa aylanib qolsa, ular kelgusi 50 yilda bir millat va xalq sifatida yo'qoladi. Bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish va Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Sharq Turkistonning kelgusi mavjudligini qo'g'dash uchun jiddiy tez harakat qiladigan fursat va vaqtimiz oz qoldi. Sharq Turkiston tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlarining hammasi va shaxslar cho'qim Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni oldingi o'ringa qo'yishi kerak. Agar hukumatlar, tashkilotlar va shaxslar kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish va kafolatlantirishga haqiqiy sodiq bo'lsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish, kishilik huquq va demokratiyaga, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning mavjudligiga kafolatlik qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni oldingi o'ringa qo'yishi kerak. Biz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmay turib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarning mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qila olmaymiz. Agar Xitoy millatimizni butunlay vayron qilib olsa, erishiladigan asosiy kishilik huquqlarmi bo'lmaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish birdan-bir hal qilish chorasidir. Salih Xudoyor. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat.
Kelar qitimki programmamızda görüşkice Allah'a amanet bolgaysızlar.